Assalomu alaykum. Men Ziyeva Aziza Ulug'bek qizi 2005-yilda Toshkent shahrida tavallud topganman. Hozirda Raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalar universiteti Buyuk Britaniyaning Coventry universiteti hamkorlikdagi xalqaro dasturga 100% grant sohibasiman. Hozirda Agrobank bosh ofisida biznesni qo'llab-quvvatlash departamentida plastik kartalari guruhida amaliyotchi lavozimida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Bundan tashqari ilmiy izlanishga qiziqaman va maqolalar yozib turaman. Maqolalarim biri Turkiyaning Mygench nashriyoti tomonidan Turkiyada chop etilgan. Undan tashqari men haqimda antologiyalarda ham kitoblar nashr etilgan. Kuni kecha yoshlar iqtisodiyoti va tadbirkorligini rivojlantirishda biznes boshqaruvining o'rni nomli maqolam MDH miqyosida faoliyat yuritayotgan ilmiy ekspertlar tomonidan yuqori baholandi va Ilm-fan iftixori medali sohibasiga aylandim. Rostini aytsam, bu jarayonda unchalik qiyinchiliklarga duch kelmadim, chunki biz xalqaro Coventry dasturida ilmiy izlanishlar olib boramiz va ko'plab xalqaro reportlar, ilmiy tahlillar qilib boramiz. Bu jarayonda mening professorlarim tomonidan yordam juda katta rol o'ynadi va bu jarayonda unchalik qiyinchiliklarga duch kelmadim deb bemalol ayta olaman. Xususan, xalqaro toifadagi professorlarim Mr. Derek Zigadlo va Ismoilxon Tursunqulov ko'magi yordamida ular bergan tavsiyalar va yondashuvlar, metodikalar bo'yicha men bu jarayonni bajarishga muvaffaq bo'ldim. Hozirda Agrobank yoshlarga juda ham katta imkoniyatlarni yaratib bermoqda. Xususan, bu universitet ham Agrobankning eng katta loyihalari bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Bu jarayonda biz yoshlar o'zimizning tashabbuslarimiz bilan bu imkoniyatlardan unumli foydalanib qolishga harakat qilmoqdamiz. Shuning uchun Agrobankdagi faoliyatim ham aynan mening karyeramdagi eng katta o'sish yo'lim deb bemalol ayta olaman. Bankning biznesni qo'llab-quvvatlash departamentida o'z amaliyotini olib borayotgan Ziyoyeva Azizaxon singlimiz haqida gapiradigan bo'lsak, albatta u kishi bilimli, iqtidorli, odobli va o'z ustida ishlaydigan, o'z kasbini sevadigan va bilimga intiluvchan yosh sifatida ko'zga namoyon bo'ldi. Buning isboti sifatida yaqinda Yoshlar ishlari agentligi hamkorligi bilan amalga oshirilgan Ilm-fan iftixori medali bilan taqdirlanish ham buning isbotidir. Bundan tashqari biz o'ylaymizki, Ziyeva Azizaxon singlimiz kelajakda yanada o'zlarini ustlarida ish olib borib, yanada bilim ko'nikmalarini oshirib, hozirgi paytda O'zbekistonimizda tijorat banklarining transformatsiya jarayonida o'z bilimlari bilan, o'z mehnatlari bilan yanada o'z hissalarini qo'shadilar degan umiddamiz. Kelajakda oldimga qo'ygan maqsadlarim aslida juda ko'p, ammo eng asosiylaridan biri o'zimga o'xshagan yoshlarni ilm yo'llarida ularga ko'maklashish, ayniqsa qizlarga ilmiy maqolalar yozishida yordam berish, ularni xalqaro miqyosda maydonlarda tanitish va ularga rivojlanishlarida o'z hissamni qo'shish. Aslida har bir yutug'imning asosi aynan mana shu universitetni tanlaganimda deb bilaman. Bu universitet men uchun shunchaki universitet emas, bu mening ikkinchi oilam. Undagi har bir talaba, har bir professor, har bir xodim allaqachon mening eng yaqin insonlarimga aylanib ulgurishgan. Agar siz ham shu kabi imkoniyatlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, shaxsiy rivojlanishingizda va karyerangizda eng katta yutuqlarga erishmoqchi bo'lsangiz, albatta bu universitetda o'qishingizni maslahat berib qolaman.